Bilasizmi, hafta davomida ko'p ishlaymiz. Yaxshi ishlagan yaxshi dam olish kerak deydi-yu. Shunga 2 kun sizda dam olsak degandik. Albatta. Shunga sizga keldik. To'g'ri tanlov. Farzandlar bormi? Bor, 2 ta. Sizlar bilanmi? Uyda. Ha, uyda qolishgan. O, haqiqiy romantika bo'pti-da. Sizlar bu yerda, farzandlar uyda. Lekin haqiqatdan romantikaga monand mehmonxona tanlagansizlar. Ertalab qushchalar chug'ur-chug'urlari ostida uyg'onasizlar. Kunduzi dengiz bo'yida dam olasizlar. Kechqurun oy shu'lasi ostida sayr qilasizlar. Haqiqiy romantika. Bilamiz, shuncha keldik-da. Juda yaxshi. Farzandlar yoshi katta bo'lib qolgan shekilli-da, o'zlarini bemalol uyga tashlab kelibsiz. Yo'q, katta emas. Kattasi 3 yosh, kichkinasi 1 yosh. Ha, tushunarli. Hali yosh ekanda. Kim bilan qolishdi ular? Kim bilan bo'lardi? Xotinim bilan. Tushunarli. Kalitni bering, kalit. Mana kalitingiz. Rahmat akam.